Markerlash. Endi pastiga qaranglar. Ha, bitta. Ha, shu belgicha turibdi, qayerdan kiramiz? Old o'rgatganman, glavniydan kirasizlar. Mana bu 3 ta nuqta, 4 ta nuqta turibdi-ku. Uchburchagini chertasizlar. Mana shu belgi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'yamiz. Yo'q. Yo'q, uchburchagini chertamiz. Rahmatullayeva. Har xil versiya tayin qilib, bizga shu aynan shu kerak. Masalan, birinchiga nima yozing? Microsoft. Bo'ldi. Microsoft. Tushunmadim. Yana bir marta tushuntiraymi? Ha? Ha. Bo'ldi, bu anaga o'tamiz. Word dasturi shakllari bilan ishlash degan joyi bor. Xuddi shu vazifani qanday bajaramiz qaranglar. Xo'p, yozib qo'ying, Word dasturida shakllar bilan ishlash. Xo'p. Birinchi e'tibor beraylik, orqasida bitta ko'k fon turibdi, ko'ryapsizlarmi? Rasmda. Demak, ko'k fonni qanday tushunamiz? Выставкаdan kiramiz. Выставкаdan figure minusiga o'taman. Mana figure degan bo'lag'a o'taman. Figurening uchburchagini chertsak, mana to'rtburchak tanlaymiz degan. To'rtburchak tanlab, qayerga kerak bo'lsa shunga chizamiz. Masalan, shu yerga kerak bo'ldi. To'rtburchak chizdiga, undagi to'rtburchak rangi ochiq ko'k, a? Shu rangni topib tanlayman, mana shu yerda chiqadi. Men ochiq ko'k tanladim. Ochiq ko'k bo'ldi. Ha, endi qaranglar, ichida tizimli dasturiy ta'minot deb yozilgan. Bunga ham xuddi shu Выставкаdan kiramiz. Figuredan kiramiz, to'rtburchak tanlaymiz degan. Mana ichiga chizamiz. Uchun oq turibdi, tizimli dasturiy ta'minot deb yozamiz ichiga. Tizimli dasturiy, meni eshitmayapsizlar. Ta'minot. Endi qarang, siz aytgan savolga keldik. Strelkalar chiqqana, qanday chiqaramiz? Qaranglar. Выставкаga kiramiz yana. Figurega kiramiz. Mana turli xil strelkalar belgisi bor, mana. Ko'ryapsizmi? 4 ta. Bittasini tanlaymiz va pastga qarab chizamiz. Endi mana bu shunday turibdi, qalin bo'lib chizildi. Ichi nima ekan buni? Rangi qora ekan, a? Qarang, kichraytiramiz ozgina. Xuddi buniga o'xshatamiz, kichraytiramiz. Ha, aylantiramiz mana. Aylantirish qanday bo'lsa, sizga bosasizlar hozir. Mana belgicha chiqasizlar, dumi. Shunday bossalar aylanadi. Ko'rdinglar, ya? Xohlagan strelkani mana buni endi yana ixchamroq qilib kichraytirasizlar ozgina. Shunaqa qilib chiqarasizlar. Tushunarlimi?